Gullasi yashnasin sariq bola. Sariq bola pizzaga omad tilayman. Voy maza qildik. Ishlaringga rivoj tilayman ukam. Rahmat ustoz. Oldin yoshlar bizga havas qilardi, hozir biz yoshlarga havas qilamiz. Biz ham shu sanga o'xshab mashg'ulot ishga boshlaymiz. Biz sizga havaslanamiz. Sizga o'xshab yuraylik. Bitta gap aytaman. Jahongir boshida Jahongir akamni qari dedi. Tan olish kerak. Jahongir o'zida hali yosh ekan. To'g'rimi yo'qmi? Gap yo'q. Nega Jahon aka rosa? Hozir 9 ta bolasi, hamma biz 9 tasini hammasi bilan pitibda o'ynab turibdiz. Energiyani kerak bo'lsa sizdan o'rganishimiz kerak. O'rganishimiz kerak ekan. Zarar kelib bo'lsa tiqib qo'ysanglar. Gullasin, yashnasin Buxoro! Gullasin, yashnasin yangi O'zbekiston! Salom sizga ey baxtli yoshlar, shu vatanda kamol topgan qo'ral boshlar. Mana bayramlar muborak bo'lsin, mehnating mukofoti bu. Yuragim aytar bag'rimda yalla, bedor go'zal bu qishloq shaharlar. Ajdodlar orzu qilgan bir mahalla, mustaqillik sharofati bu. Nishonli bu orzu, qo'llar ko'ksimizda, boshimiz osmonda, tegmas xizmatingga labay. Gullab yashnashing uchun, omad bo'lishing uchun, sog'lom kuchli farzandlaring shay. Qani yoshlar, hammamiz birga, yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Men seni sevaman, go'zal vatanimizni. Yuksak orzular yuragimizda, har yo'nalishda omad qo'limizda. Xalq ko'karadalar oldimizda, tinchlikning nashidasi bu. Davomli bo'lsin tantana to'ylar, yosh oilalar uchun bino va uylar. Yashasin qalbimizda bor tuyg'ular, yoshlarning tarannasi bu. Yoshlash bu, qo'llar ko'ksimizda, boshimiz osmonda, tegmas xizmatingga labay. Gullab yashnashing uchun, omad bo'lishing uchun, sog'lom kuchli farzandlaring shay. Qani yoshlar, hammamiz birga, yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Men seni sevaman, go'zal vatanimizni. Xorazm, Qora Qozog'iston, sevaman O'zbekiston, Qashqadaryo va Surxon. Jonim O'zbekiston, Buxoro, Samarqand, sevaman O'zbekiston. Seni sevaman, vatan, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent, sevaman O'zbekiston. Farg'ona, Namangan va Andijon, jonim O'zbekiston. Albatta poytaxtim jonajon. Yoshlar, vatanimizni. Gullasin, yashnasin yangi O'zbekiston! Jahongir Bozojonim Guldiroz qarsanglar. Konsert dastur hali davom etadi. Davom etadi. Do'stlar, hali tugatganimiz yo'q. Uyga ketish yo'q. Ertalabgacha konsert. Ustoz, rahmat. Mazza qildik. Rahmat. Charchatib qo'ygan bo'lsam uzr. Hali charchadingmi? Yo'q, tempom shunaqa endi. Gap yo'q. Men Jahongir akam hali yoshlar o'tganlik qayerda ishlashini bildim. UFC'da ishlaydilar. Chiqib olib. Ya. Emmoatga o'sha oktagonga chiqish yo'q. Ya. Qo'lidan kelgan, balkim qo'lidan kelgan ish chiqsa, o'shanda Jang qiladigan, e'lon qiladigan. Ha? Maffer bor, e'lon qiladigan. Ya, men u paytda pensiya uchun bola chaqirman. Bosib qo'ygansiz, bu kerak ko'meniki. Yetadi. Unumli sharoitlardan foydalangan holatda hamma ishini topib ketsa bo'ladigan sharoitlar bor. Gullasin, yashnasin O'zbekiston! Rahmat sizga, Jahongir Bozojonov. Rahmat. Do'stlar, davom etamizmi? Masalan, Jahongir bitta narsa aytishimiz kerak. Haqiqatda
bojalar guruhi ustozimiz Jahongir Poziljon katta rahmat. Sizlar bilan birgalikda biz o'zimiz ham bolaligimizga qaytdik. Maza qildik. Maza qilib o'sha nostalgiya qo'shiqlarni eshitib maza qildik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qarsaga. Yana bitta narsa bor. Jahongir yaqinda bojalar shou bo'ladi katta Humo arenada. Hozir bu xamir uchidan patirda 1-sentyabrda haqiqiy shou, haqiqiy konsertda xudo xolisa birgalikda Mana guvoh nima bo'lamiz. bo'ladi-ku, restoranga borsiz, birinchi salat, birinchi ovqat, ikkinchi ovqat. Bu har salat ham emas. Birinchi ovqat, ikkinchi ovqat Humo arenada. Ha. Restoranga borsangiz, birinchi stakan suv qo'yadi. Ha, suv aytgan. O'sha iliq suv bu. O'sha suvi ham yarmi, ha? Yo'q, ichib tugatilgan stakan. Xudo xolasa 1-sentyabr hammanglarni Humo arenada kutamiz. Yana mazza qilib o'ynaymiz. Bo'ladimi? Bolalarni sog'inganlarni hammalarini taklif etamiz. Rahmat. Qarsagilar. Xo'sh, do'stlar, davom etamizmi? Voy, mazza qildik. Endi kelinglar, hozirgi kunda bilasizlar, mana Instagram tarmog'i rivojlangan. Hamma like, nimadirlar, hamma kontent olishga qiziqyapti. Mana hamma hozir bir mashdagi bir 20 ta odam konsert ko'rayapti. Telefon orqali konsert ko'ryapti. Telefon orqali. Kelinglar. Yaxshi chiqolmadi. Jahon kishi qaylashadilar. Uyga borib, uyga! Hamma uyga borganda, unda xotin yaxshimisan deb kiradi-ku Jahongir aka. Va bu holat! Do'stlar, kelinglar Instagramga bitta trend olamiz. Bo'ladimi? Hamma birgalikda mana hozir biz Andijonda olganmiz. Qaysi viloyatda ololmaganmiz, lekin kelinglar Buxoroda olmoqchiman. Hozir mana DJ Indigo bilan dahshat trend qilamiz. Bu bola eng kuchli DJ'larimizdan bitta qarsagilar. Har doim bizning tadbirda biz bilan yelkama-yelka turadi shu yigit. Farg'onaning eng mashhur DJ, nafaqat Farg'ona, O'zbekiston, lekin bugungi konsert shu Farg'onadan tashrif buyurdi. Bitta qarsagilar. Gap yo'q. Trendlarini butun dunyo ko'radi. Butun dunyo darajasiga chiqadi. Bugun ham shunaqa trendlardan bittasini olamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum navrati Buxoro. Bitta gapim bor, uzr. Mana shu sahnada xizmat qilayotgan akalarimiz bitta olqishlab qo'yinglar. Mana shu akalarga hammasiga iltimos. Hozir mana shu osmondagi yulduzlarni ishga tushirib beraymi aka? Qanaqa qilib? Tushunganlar o'sha Instagramga podpiska qilganlar bor ekan mana. Tushunmaganlar Jahongir aka fanarik so'radi, yo'qdik. Ha, ofanak yoqishimiz kerak. Unaqa bo'lib qoldi, to'g'risi. Ha, oddiy bo'lib qoldi. Oddiy bo'lib qoldi. Buxoroga yarashmadi. Yarashmadi. Bu zo'r bo'ldi. Hammalarning telefonlaring bor. Yulduzni to'g'ri tashlash kerak. Mana shu yulduzlarni mana shu tushirib berdi, ishonishmayman. Hammalarning chiroqlarini yoqib beringlar, to'ldirib. Buxoro yorib tashlaydi hozir. Yoringlar. Aka, sizlar oldiga chiqib olasizlar hammalaring. Birgalikda. Siz mana shu telefonni bitta ko'taringda. Odamlarga qarab turib, bitta pastga tushirsangiz, Buni ham tushirish kerak. tushiring. Endi qarang. Bitta ko'tarsangiz, hamma ko'taradi. Bitta tushirsangiz, tushirasiz, ko'tarsangiz, ko'taradi. Demak, bizga ko'proq telefon kerak ekan. Instagramga tushdim. Zarat keladi Ayamanglar, iltimos. Qani, ko'proq telefon, ko'proq. Voy, mana ko'payapti. O'zi masjid taraf boshqacha ekan, to'g'risi. Mana, ko'rmaysizlar, o'zingizda bitta telefon yo'q. Voy, u yoqda. Qani kimni tarafida ko'proq bo'ladi pana? Bemalol Buxoroda deb turib maqtanaylik. Qani. Yaxshi. Qani fanaringiz? Bormi? Yo'qinglar fanaringiz. Fanarlarni chiqaramiz. Zo'r. Mana mana shu taraf, orqa tarafini chiqazinglar. Endi muzikani eshitamiz. Zo'r. Muzikaga bir xil qilib Jahongir akani qo'liga qarab tursa ham bo'ladi. Qo'lingizni ko'tarib turing, bosing. Bizani hozir Instagramimizda syomka bo'lyapti. Jasurbek olyapti. O'shaning uchun Buxoroning bitta kuchini ko'rsatishimiz kerak. Ushlab turamiz. Aha. Eshitdik, pastga. Aha. Tepaga. Pastga. Tepaga. Wow. Pastga. Tepaga. Tezroq. Pastga, tepaga. Mana shu yerda chiroq ko'tariladi. Ko'z bilan birgalikda o'ynashga tayyormisizlar? Kirdi. Qo'li bilan
Just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Buxoro bitta ochib diskoteka qilamizmi? Boramiz bilan Kutepe Isidena Tashbeki Isidena Taka Tashbeki Rocket Tanky Tanky O Satalana. Bilasizlarmi? Bilasizlarmi yo'qmi? Endi bir ketamiz. Birovizlar bilasizlarmi? Tayyormisizlar Buxoro? Birinchi uchga. Endi sizlar. Oxirgi bitta sürpriz qilaylik. Bitta narsa baqirmoqmiz. Mana shu istaklar jamoasiga. Birinchidan Jahongir aka sürpriz. Sariq bola. Stop. Endi akalarimizga. Aristokrat. Buxoro rahmat. Endi oxirida Indigo. Buxoro hammaga rahmat. Rahmat. Endi kelinglar
finalni va Buxorocha qo'shiq bilan tugatsak. Bugun mazza qildik. Menimcha 1 soatdan ham oshiq bo'ldi dasturimiz. Mazza qilib o'ynadik, kayfiyatli bo'ldi. Bu hali boshlandi. Hali yana ko'proq konsertlar qilamiz Buxoroda. Endi men hozir ajoyib yana san'atkorni tashlab buyuraman. To'g'rimi Diyorbek? Nima dedingiz? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, hozir Guldirojevni yaxshilab qarsaylarni Bundan bittasi. Ko'pchilik endi ochildi-ku. Hali kirmaganlar bor pizzaga.